Zачем? Server ko'ramiz degani bugun Bu degani render degan server ko'ramiz. Mana bugun qilgan loyihamizni endi shu paytgacha qilgan loyihamiz bor. Mana bir zoomda loyihasini qildikmi shuni? Biz hozir mana shu loyihani renderga qo'yamiz. Rusiyada. hop. Endi qaranglar, masalaga yetaman. Xo'p, Django loyihasini renderdagi deploy qilishni ko'ramiz. Birinchi navbatda mana bu loyihani GitHubga sekingina push qilib qo'yamiz, topib olish uchun. Misol uchun men qanaqadir o'zgarish через GitHub orqali qo'yamiz. Python Anywhere ham shunaqa qildikmi? GitHub ekan. GitHubga qo'yilgan. Master. Bu emas. Mayli shu loyihani qo'ysak ham bo'lar ekan. Admin Nova Marketus. Yo. Qanaqa to'xdi? Sizlar aytaylar, sizlar loyihalaringiz bu yoqda edi, adashmasam. Admin Nova Market. Bu sizlarning loyihalaringiz emas edi. Mana bu sizlarning loyihalaringiz. Mana shu edi. 10-chi qatorda ekan. Mana shu edi. Aha. Ko'rdinglar? So'rab qo'yman. Mana. Default. Xo'p, bu yerda push qo'yamiz. Ya'ni nimadir kommentariy yozsangiz, sizning kodingizda nimadir o'zgarish bo'lgan degan izoh beradi va siz bemalol mana shu izohni ham push qilishingiz mumkin va oxirgi push nima uchun kerak bu desangiz, GitHubdan topib olish uchun. Ya'ni qayerda nimadir o'zgarish bo'lsa, eng oxirgi o'zgarish bo'lganida GitHubda ham chiqib turadi, to'g'rimi? Mana shu Gmailga qo'yamiz degandik. Mana push bo'ldi. Endi buni GitHubdan olamiz. linkini olish shart emas yo'qda. Men prosta ko'rmoqchiman, haqiqatan ham shu tushganmi yo'qmi. Hop, mana update now bo'ldi mana. Ko'rdingizmi? Update now mana. Hozir mana shuni renderga qo'yamiz. Ya'ni mana bunga qo'yamiz. Xo'p, buning uchun men bitta render degan ochib olishim kerak ekan. Bu ochilib turguncha men tushuntiraman render o'zi nimaligini. Render ham Python Anywhere o'xshash Django loyihalaringizni serverga qo'yamiz, deploy qilamiz. Endi sizlarga savol tug'ilishi mumkin. Python Anywhere o'rgandik. Bu nima uchun kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Aha. Python Anywhere plan hamma ko'rinib turmaydi-ku. Biz faqat linkini olib tashlasak, o'shanda ko'rsa bo'ladi-ku. Bu yerda tipi ham. Yo'q, ham shunaqa. U faqat linkini tashlaganingiz, faqat linkini ko'rganingiz sababli bu free bo'lganligi sababli. Agar siz unga domen olasiz-ku, domenlar haqi 20 ming, 30 ming, 40 ming turadi. Domen olib qo'ysangiz, bemalol ko'raverasiz. Domen olishni ham ko'raversangiz bo'ladi. Ko'raveramiz hozir o'shani ham. Mayli, domen olishni ham ko'rsataman sizlarga birdaniga. Domen olgansiz. Balki bitta o'zim anaqa o'tirib qarab chiqsam topib Domen nimaligini o'zini ham ko'rsataman sizlarga. Bo'ldi, darsni. Demak, nima afzalligi bor desangiz, render Python Anywhere'dan afzalliklar ko'p. Bittasi qo'yish vashshe oson. Ikkinchisi Django hamma anaqalarda ham ishlamaydi. Misol uchun, Django deyman, uzr, Python Anywhere. Misol uchun Python Anywhere'ga iogramni qo'ygandik. Oldin to'g'rimi? Iogram yaxshi ishlamagan. Python Anywhere'da shunaqa iogram qo'ymaganmiz. Biz qo'ymaganmiz. Python Anywhere Django'da ko'rdik biz. Yo'q, Django'da ko'rdik. iogramda qo'yib bo'lmaydi-da, qo'ysa ham yaxshi ishlamaydi. O'shaning uchun qo'ymagan bo'lsa kerak. Lekin mana bu renderda kelajakda biz misol uchun Telegram botga bog'lashimiz mumkin-da Django'ni. Agar Python Anywhere qo'ymoqchi bo'lsak ishlamaydi yaxshi. Lekin renderda yaxshi ishlaydi. Shunaqa afzalliklari bor. Balki lekin o'rgangansiz videosini qo'ysa bo'ladi. 60 ming. Endi deploy haqida men sizlarga tushuntirib o'tirmayman. Deploy nimaga bilasiz? Ya'ni sizni ishlab turgan lokal degani bu sizni kompyuteringizda ishlab turgan loyihani internetga qo'yish, hamma ko'ra olishligi bu internetga, serveriga loyihamizni deploy qilish deyiladi. To'g'rimi? Da, birinchi navbatda biz nima qilamiz? Ro'yxatdan o'tib olar ekanmiz, ha? Qarang, ro'yxatdan o'tish juda ham oson. Men oldin o'tib olganman, shuning uchun start for free qilaman. Sразу kirib ketadi. Sizda bo'lsa через GitHub orqali kirishni so'raydi. Через GitHub orqali yoki Google orqali
bo'ladi. Google orqali kiryaptilar shu paytgacha. Bu safar GitHub orqali kirganlaring yaxshi. Nimaga desangiz, Oson. avtomatik loyihalaringiz ko'rinadi yo'lda. Qaysi loyihani qo'ymoqchi bo'lishingiz ham qiyin bo'lmaydi. Mana bu yerda qaranglar, ketma-ketlikni aniq qilib ko'rsatib qo'yganman. Ahamiyat berasizlar faqat. Bu bizga hozir kerak emas. Bizga kerakligi mana. Chiqib ketib qolibman-da, to'g'rimi? Mana turibdi-yu. Bizga mana ishkalasi kerak. Bu yerdan biz qo'llanmadan qarashimiz kerak-da. Xo'p, ro'yxatdan o'tgandan keyin nima qilamiz? Ro'yxatdan o'tgandan keyin pastda yozgan bo'lishim kerak. Yo'q. Ro'yxatdan o'tishdan oldin biz mana bularni qo'yishimiz kerak ekan. Ya'ni bu o'zimizning lokal hostimizda qo'shamiz va yana qaytadan push qilib yuborsak bo'lar ekan. Birinchi navbatda mana bu narsani o'zimning lokal hostimda, ya'ni mana bu PyCharmda nima qilaman? Terminalda skachat qilib olishim kerak ekan. Terminalni ochaman. Mana buni belgilaymiz. Invalid emas, ba'zi shunaqa ko'radi. Ba'zi shunaqa ko'radi. Atak bo'ladi o'xshaydi. Muammo emas. Mana buni skachat qilib oldik. Endi bizda requirements text bor, ha? Mana bor. Bizda hozircha Django bilan Pillow bor. Biz hozir mana shuni ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Qo'shib qo'yishning oson usuli nima? Mana bu. Pip freeze, mana bunaqa strelka va requirements text yozsak, hozirgi skachat qilgan kutubxonamizdan qo'shiladi. Bu yerda biz ikkita kutubxonani skachat qildik. Junicorn bilan White Noise. Tushundinglar? Ikkita kutubxona qo'shilishi kerak. Ya'ni terminalni ochaman-da, mana shuni nima qilaman? Yozaman. Avtomatik qo'shiladi. Hozir bu yerda boshqa kutubxonalar qo'shildi. Biz hozir nimalarni, qaysi kutubxonalarni yukladik? White Noise bilan Junicorn, to'g'rimi? Bu degani mana bular kerakmi? Yo'q. Bu ham kerakmi? Yo'q. Buchi? Kerak emas. Mana bular Kerak. asosan biz mana shu 4 ta kutubxonani skachat qildik, ha? Django'ni, Pillow'ni va hozir Junicorn bilan White Noise'ni skachat qilib oldik. Requirements text kerak. Nimaga? Serverga qo'ygan paytingiz bularni avtomatik o'zi yuklashligi uchun. Tushundingizmi? Savollar bormi? Yo'q. Bu yoqda ishimiz bitdi. Endi keyingisiga o'tamiz. Pastroq qilsak, mana bu komandalarni qayerda yozamiz? Terminalda bu ham make migration bilan migrate qilib oling deyapti. Hop, mayli. Make migration qilib oldik. Atak bu oldin qilgan bo'lsangiz ham test uchun qilib qo'yganingiz yaxshi o'zingizga. Serverga qo'yayotgan paytingiz muhim bu narsa. Tushundinglar? Keyin mana bu narsa collect static. Bu narsa juda ham muhim edi. Collect static. Nima uchun kerak edi? Statik. Ha? Statik yo'q. Nima uchun kerak? Ro'qay buni? Collect o'z bilan olish. Statik saqlab qolishga. Qarang. Serverga qo'ygan. Static fayllarni hamma biladi nimaligini, bilamiz. JS, CSS va rasmlar bo'lishligi mumkin, to'g'rimi? Da, bu narsa bizda bor-ku mana. O'shani oladi. Shularni bo'ladi. Nima kerak olib o'zi turibdi-yu. Ko'p yo'qoladi, mana bu. Tashqariga yana statik yozilib qoldi, qarang. Tashqarida yana statik yozilib qoldi. Nima o'zgardi? Albatta, tushundingizmi endi? Sizni lokal hostingizda adminga, Django'ni adminga kirasiz-ku, lokal hostingizda zo'r chiqaveradi. Lekin serverga qo'ygan paytingiz Django'ni adminini CSS, ya'ni statik fayllarni ko'rmaydi dedi. Faqat lokal hostda ishlaydi. Serverda ham chiqishligi uchun nima qilamiz? Collect static qilib hammasini yig'ib olamiz. Avtomatik linkini o'zi qo'yib oladi keyin mana. Bu yerda mana bu kelasi bizniki bu. Ya'ni bizning loyihamizniki. Mana bu esa adminning o'ziniki. Hammasini linkini bitta joyga qo'yib olamiz. Esingizda bo'lsa Python Environmentda ham linkini qo'ygandik, hammasini bitta joyga, to'g'rimi? Bu yerda ham shunaqa qolyapmiz. Mana buni ichida mana ko'rishingiz mumkin, CSS даже rasmda ham bor mana. Anaqa rasmlar. Bu yerda anaqa SVG nima edi? SVG formatda yozilgan. SVG ham bilasizlar kod mana rasm. Xo'p, bunga to'xtalmaymiz mayli. Collect static qoldik, ha? Pastga qarasak, mana bu yerda settingsda o'zgarishlar qilar ekanmiz. Settings kirib olib, mana debugni nima qilishimiz kerak ekan? False qilishimiz kerak ekan. Mana bu yerdan rootni ichidagi settingsga o'tib olamiz. Ctrl F qilib debug qidiraman. Buni nima qilar ekanman? False qilar ekanman, to'g'rimi?
Hozir tushuntiraman. Mana buni nima uchun kerak edi bu? Yulduzcha qilib qo'yardik. Yulduzcha qilib qo'yardik-a. Odatda bu serverni nomi qo'yiladi. Bizda hozir serverni domeni bormi? Yo'q. Shuning uchun biz ham nima qilamiz? Bu yerda yulduzcha qilib qo'yamiz. Buni so'radingiz, nima dedi? Debug nima uchun false qildik? Debug true bo'lsa odatda xatoliklarni ko'rsatib beradi. Nimadir xato chiqsa boyagidek database yo'q bo'ladi-yu. No migration app turadi-yu, shunaqa xatoliklarni chiqarib turadi. False bo'lsa xatoliklarni ko'rsatadi. Unda nima? Bu xatoliklar foydalanuvchiga chiqib kelishi yaxshi emas. Foydalanuvchi va qolganlar ham uni birinchidan u noto'g'ri. Noto'g'ri, tasavvur qiling. 4 tonna bir tushunmaydigan kod chiqib keldi. Foydalanuvchilar uchun. Agar u hakkerda bo'lsa, siz bemalol qayerda nima muammo bo'lganingizni ko'radi, bemalol saytingiz buzib kirishi ham mumkin. Tushundingizmi? Xatoliklarni chiqishiga yo'l qo'ymaydi bu. Tushuntira oldimmi? Demak, allout host nima uchun kerakligini ham tushuntirdim. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu narsani hozir skachat qilib oldik-a, white noise da. Va buni biz qayerga qo'yishimiz kerak ekan? Middleware ga. Mana bu middleware degan joyda e'tibor bering, nimani tagida qo'yishimiz kerak ekan? Security middleware. Nima uchun desangiz, bu yerda boshqa narsalar ham bor-da. Mana middleware topib oldik-a. Qarang. Mana shu security middleware'ni tagida qo'ying. Mana bulardan tagidan emas. Men nima tagida deb qo'ygan. Shuni bilishingiz kerak mana. Tagiga qo'yamiz. Bo'ldi mana. Tushundingizmi? Yo'q, bular kerak. Bular juda ham kerak. Masalan uchun authentication middleware siz kiritayotgan paytingiz aytadi-ku, 6 xonali kamida 6 xonali yoki 8 xonali parol kiriting deydi, to'g'rimi? O'shalarni qilib beradigan mana shu qism hisoblanadi. Jangon o'zi qilib beradi-ku. Shularning hammasini settingizga qilamiz oxirida. Narada yo'liga o'shangiz. Mana bu sherif tokenniki mana bu. Sherif tokenni bilasizlar. Hammasi settingizga yig'iladi ular. Agar bularni o'chirib qo'ysak ishlamaydi u. Hop, hammasini tushuntira olmayman. Mana bu odatda ro'yxatdan o'tayotgan paytda session degan narsa bor edi-ku. Sessionni saqlab qo'ysizlar. Cookie'dan keladigan ma'lumotlarni saqlab. O'sha narsa bu. Hop, bularni tushundinglar? O'sha session database ga yordam beradi. Tushundingmi? Database ga yordam beradi. Qanaqa yordam beradi? Har safar ma'lumotni database ga request jo'natavermaydi-da. Database ga har safar request kelaversa nima bo'ladi? Database bag'irlab qoladi, qotib qoladi. Session o'zidan qaytaversa database ga yetib kelmaydi-ku. Tezroq ishlaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun kerak edi bu session degan. Adashmasam yozganmiz-a? Mana. Yozgan ekanmiz-a? Demak, bular bo'ldi. Endi qaytadan GitHubga push qilamanmi? Ha, push olamiz. Qo'shib bo'ldim-da endi. O'tib ketdi. Push qilamiz. Bu yerda hozir o'zgarishlar ko'p qismini qilib bo'lganmiz-ku. Mana bu o'zgarishlarni esa siz mana bu saytdan ko'rib olishingiz mumkin. Hozir biz loyihani shuni renderga qo'yamiz. Bundan keyin renderga qo'yaverasizlar. Xo'p, render juda ham oson. Hozir renderga qo'ygingiz kelib ketadi hozir. Ishonavering. Qarang, GitHubga push qilib oldim-a. Endi qiladigan ishni tushuntirib qo'yib mana. Render ochib oldik. Render mana ochiq turibdi. Aytib qo'ygan qarang. Renderda new plus tugmasi bor. O'shani bosing va web servisini tanlang deb qo'yibdi. Biz ham shunaqa mana. New plus mana, to'g'rimi? Kirdik, mana web servis. Tanladik mana. Tanlagan paytimiz qaysi GitHubga qaysi loyihani qo'yishni so'rayapti. Mana shu loyihani qo'ymoqchimiz mana. Second ago nima degan? Second ago 1 sekund oldin. Bir necha sekund oldin Shunaqa. qo'yilgan degan. Aynan mana shu loyihani qo'yishimiz kerakmi? Qo'yamiz. Qo'yganimizdagi mana shu yerda 3 dan 4 ta narsa bor. Shu linklarni to'g'rilasak bo'ldi. Qo'yilib ketadi avtomatik. Juda ham oson. Faqat biz nimalarni to'g'rilashimiz kerak. Build comment degan joyini topib olamiz. Mana yerda qarangizlar. Mana build comment. Ko'rdingizmi? O'sha yerga mana bu yoqqa nima yozishimiz kerak ekan? Mana bu komandalarni yozishimiz kerak. Bular nima deysiz? pip install requirements txt, kerak bo'lgan kutubxonalar, make migration bilan migrate bu ham kerak. O'sha Python Anywhere'da terminalda qilgan ishlarimiz. Bu yerda qilib o'tirmaysiz. Avtomatik yozib qo'yasiz bu. Bu nimaga tegishli-da bu? Renderga. Oxirida nima yozgan taqdiringizda mana shu narsani yozish shart.
collective statingni bilasiz. Mana bu o'rtadagi mana bu narsa va degani. Hammasini birgalikda qo'yamiz. Ustoz, Shuni copy qilasiz. Nima deysiz? mana shunaqani pulligini qo'yish u anaqa necha pul berishadi mana shunaqa. Qaranglar, bu start commentdami yoki bold commentdami? Bold comment ekan-a? Demak, mana bu bold comment. Nima deysiz? Aytayotdingiz, payt mana shunaqa Django ishlatganlar, mana shunaqa deploy qilishga o'tib ketadi hozir-ku. O'sha mana shunaqa deploy pulligini qilib bersa necha pul olishadi? Har xil. Loyihani katta kichkinaga qilib. Loyiha mana aplikasiya katta loyiha bo'lsa, undan katta bo'lsa yaxshi pul oladi. Endi bu yerda bozor nima desa bo'ladi? Menimcha bo'ladi deb ayta olmayman-da. Bozor hozir juda ham o'ynayapti. Oldin misol uchun kamida bir 400-500 dollar bo'lsa, hozir undan ham arzonga qilib berishyapti. Bu nimani hisobiga? Bozorda konkurensiya kuchayib ketgan hisobiga va hozircha bu sizlarga aloqasi yo'q bu narsa. Siz xudo xolasa 18-19 yoshda pul topadigan darajaga yetganingizdan keyin bu narsa qanaqa ko'rinishda bo'lishini siz bilan biz bilmaymiz. Siz hozir yashingiz pul o'ylamasdan zo'r o'qish. Tushib ketadi, uchadi. Xo'p. Start comment. Nimani qo'yishimiz kerak ekan? Mana buni qo'yishimiz kerak ekan. Mana start commentga mana shuni qo'yib oldim. Tushundingiz-a? Endi buni qaraymiz. Endi pastga tushamiz, bo'ldi. Tugat. Bo'ldimi? Deploy qilsangiz bo'ldi. Aytib o'tasizda. Birinchi freezini tanlaysiz. Sizda pulli gap-ku. Freezini tanlab olasiz. Freezini tanlang, mana shu esidan chiqmasa. Instance type'ga freezini tanlaysiz. Mana $7 boshlanar ekan. Bu yoq ketadi. O'ziga moslab $450 gachami bosa bo'lar ekan. Endi pastdan ko'ryapsanmi buni? Deploy web service. Tugadi. Hozir faqat bu ko'p narsani avtomatik qilib beryapti-ku. Baga chiqib qolishi mumkin. Shuni hisobiga serverga qo'yish, ya'ni deploy bo'lish biroz vaqtni oladi mana bu. Va 1 minut 2 minutda bo'lardi-ku Python nima yerda? Hamma narsani qo'lda kiritganingiz uchun. Chunki uni baribir buni qo'lda kiritmayapsiz, avtomatik bo'layotgani hisobiga sal sekinroq bo'ladi mana. Static fayllar ko'ryapsiz mana. Static fayllarni bo'ldi, upload bo'lyapti hozir bu. Ya'ni serverga deploy bo'lyapti. Okey. Ustoz, Avtomatik run qilib ishlatib beradi degani. Hozir bo'ladi, keyin tekshirib ko'ramiz. bemalol 10 minutda qila olasiz. Xo'p. Boshi juda tez qilib berdim buni qarang. Build successful. Bu nima degani bilasizlarmi? Qurilish tugadi. Muvaffaqiyatli qo'yildi. Bemalol ishlatavering degan. Mana tepaga chiqasiz, mana domain bergan mana. Domain oldi. Mana domain. Bitta kirasiz. Mana bu bizniki mana. Xo'p. Eshitamiz. Loyiha renderda bitta narsasi bor, freesida. Siz hozir birinchi marta kiryapsiz, to'g'rimi? Birinchi marta kiritgan paytimiz va qolgan holatlarda ham mana ishlarni ko'rishingiz mumkin. Sleep holatiga tushib qoladi. Sleep nima degani? Uxlab qoladi. Ya'ni agar serverni mana shu loyihani kimdir ishlatmasa, 15 daqiqadan keyin, 15-20 yarim soatdan keyin uxlab qoladi. Ya'ni sleep holatiga tushib qoladi. Bu nima uchun kerak? Bu resurslarni tejash uchun. Chunki biz free'ni ishlatyapmiz-da. Free tarifni ishlatyapmiz, to'g'rimi? Starter. Free'ni ishlatyapmiz. Qolganida pulingizda anaqa bo'lmaydi. Faqat free'da shunaqa bo'ladi. Bunday ishlatmayotgan paytingiz resurslarni tejash uchun, kamroq ishlashligi uchun nima qiladi? Shunaqa free uxlab qoladi. Shunaqa uxlab qoladi. Kirgan paytingiz uxlab qolgan payt kirasiz-ku, 2 minut, 3 minut загрузка bo'ladi-da, uyg'onib oladi, yana ishlayveradi. Hozir ham shunaqa bo'ldi. 2 minut, 3 minut vaqt ketdi загрузка bo'lishiga. 2 minut ham ketmadi почти. 1 minut. 1 minut ham bo'lmadi. 1 minut, 2 minut atrofida. Har xil bo'ladi. Serverning kattaligiga qarab, loyihani kattaligiga qarab har xil. 1 minut, 2 minut aralashda. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, mana loyihani serverga qo'ydik mana. Endi hamma mazza qilib ishlashligi mumkin. Buni mana tashlab qo'yaman. Ustoz, shu domain olishni o'rgatib qo'yish. Xo'p, domain olish nima? Qaranglar. Yo'q, pul turadimi faqat? Domain ham pul turadi. Tekin yashashim yo'q. Domainni tekin degan narsasi yo'q uni bu. Qayerdan ko'rgansizlar tekin degan narsani? Mana shu Arsenaldan oldik biz. Xo'p. Ustoz, o'tda to'g'ri ma'lumotga sotadigan joyga o'xshaydi. Shunday. 那现在说，
Yo'q. Jimstalarni So'rashda ko'rsatib beryapman. Mana shu yerdan login registratsiyaga kirib, mana kirib olyapmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi savol. Hozir birinchi qiladigan ishimiz mana bu Python Enver'ga, Python Enver debman. Bir zumdagi loyihamizni push qilaylik. Loyihamizni push qilaylik, maylimi? Undan keyin domen olishni ko'raveramiz. Mana shu yerda domenim bor, shuni qo'yib olsak ham bo'ladi. Agar freesida domen qo'ya olish imkoniyati bo'lsa, chunki ko'pgina free serverlarda domen qo'yish imkoniyati yo'q. O'zi mana bunaqa subdomen beradi va o'shani qo'yishga majbur bo'lamiz. Qimmatga tushayotganmiz. Tushundingizmi? Buni men o'shatorman mana registrga o'tib, hozir ko'rishingiz mumkin. Mana bularni bizga kerak emas bularda. Biz bularni o'chirib tashlasak bo'ladi hozir. Mana yerda ro'yxatdan o'chishni bosamiz. Kiritamiz. hozir bu shunday anaqaga boradi, ustoz. Ro'yxatdan o'tishga bosamiz. Mana bu qo'yilgan databasega ancha chiqib boradi. SMS keladi. Gmaildan tasdiqlaymiz. SMS keldi mana. Keldi. Copy qilamiz va kirib Ishlatib ko'ramiz. login qilib kiraversak bo'ladi. Nice, ishlayapti xuddi shunaqa. Ya'ni Wow. localhost qanaqa ishlatganmiz, bu yerdan shunaqa ishlayapti. Nice'mi bolalar? Niki. Nice. Demak, Python Enver'ga, Python Enver deb tilim o'rganib qolibdi, qaranglar. Renderga degan uzr. Renderga qo'yishni yakunladik. Juda ham oson ekan, juda ham nice ekan. Bo'ldimi? Hisobotni. Endi loyihani Renderdan qo'llaveramiz.